Keling bugun aynan mana shu murabbiyimiz haqida gaplashamiz. Adolat shumi? Shumi O'zbekistonda adolat? Ha, aynan mana shu intervyudan keyin uni tanishdan boshlaganmiz. Bu intervyuda u achchiq, lekin shu bilan birga haqiqat gaplarni gapirgandi. Bu gaplar uchun esa uni qo'llab-quvvatlaganlar, shu bilan birga uni yoqtirmay qolganlar ham ko'pchilikni tashkil qilardi. U Turon jamoasini tarixda ilk bor Superligaga olib chiqqan. Turondan keyin oxirgi 3 yilda hozirgi U17 jamoasi aynan ushbu murabbiy qo'l ostida shakllandi. Ismoilov yosh, lekin shu bilan birga o'ta talabchan murabbiy. Futbolda korrupsiyani yo'qotish kerak deb baralla qo'rqmasdan gapirgan mutaxassis o'z jamoasida adolat o'rnatib katta natijalarga erishdi. U jamoasi bilan birgalikda Osiyo chempionati finalida 9 kishi bo'lib mezbonlarni yutdi. Ayni kunlarda esa futbolchilar bilan birgalikda Qatardagi jahon chempionatida o'z yurishini davom ettirmoqda. Islom Ismoilov hozirda 33 yoshda, lekin shu kungacha nafaqat yaxshi, shu bilan birga qiyin kunlarni ham boshidan o'tkazdi. Eng og'iri esa bu yil onasini yo'qotishi bo'ldi. Islom Ismoilov juda katta matonat sohibi. Bu xislatlarni u shogirdlariga ham singdirgan. Bir so'z bilan aytganda, Islom Ismoilovning hozirgacha boshidan o'tkazganlarini bitta katta kino qilsa bo'ladi. Ha, uning jamoasini hisobda yengish mumkin, lekin hayotda Ismoilovdan ustun kelish juda ham qiyin. Chunki u yutqazishdan ham kuch topadigan inson.